Yaqinda qulog'imga tushib qoldi. Bir Shukrullo degan bizni nevara, chevara shogirdimiz bor. Quva tomonda. Shu bolani mana shu yoqqa kimdir olib keldi shu qishlog'inglarga. U bola bir suhbatda aytibdiki, hamma Qur'on o'qib olsa gaday ko'payib ketadi deyapti. Bu kufr bu gap. Bu gapni aytgan odam kofir bo'ladi. Iymondan ajraladi bu gapni aytgan odam. O'zini masjidda yuraversa, ana shu yerda yurgan bo'lsa, ashirda jamoati biladi u kerakmi, kerak emasmi ularga. Aslida ularga ham kerak emas bunaqa odam. Xudo qutqarsin o'sha mahalladagilarni ham, o'sha jamoat qavmini ham uni fitnasidan Xudo saqlasin. Endi bolalar chiqyaptiki, bir vaqt bittasi chiquvdi. Bir haligi zamonaviy ko'cha bolalarini gaplarini gapirib ma'ruza qiladigan bola chiquvdi. O'shani suhbatlarga olib borib yurar ekan. Hech qanaqa ilmi yo'q bechorani. Bu ham unaqa ilmi yo'q bola bu ham. Endi odamlar ajoyib bo'lib qoldi-da. Hali nomi chiqib qolsa, shu nomi chiqib qolgan odamni olib kelib shu bir suhbatini bir boshqacharoq qilishdi endi. Shu yaqindan beri shu internetga biz ham suhbatlarimiz chiqadigan bo'lib qoldi. Avval u internetda bizning suhbatimiz yo'q edi. Umidvor bo'lyapmiz Xudodanki, shoyatki shu xalqning tabiiy hidoyatiga sabab bo'lib qolsa degan umid bor. Lekin bu aslida meni xijolatim bor shu internetga men o'zim chiqishimdan. Sababi shuki, surat o'zi yaxshi emas edi shariatda. U jonli surat bo'lib, shunaqa qilib yuribmiz endi. Endi hamma joy shuna qo'yib ketgani uchun hamma shu internetdan, ijtimoiy tarmoqdan eshitib foydalanadigan bo'lib ketgandan keyin endi o'sha bizning ham suhbatimiz o'sha yerda bo'lib tursa, shoyat odamlar shu bizning suhbatni eshitib, bizga Xudo hidoyat bersa-yu, Xudo meni adashtirmasa-yu, bir haq gaplarni dilimga Xudo solsa-yu, kitoblarda ko'rib bilgan gaplarim bilan shu ummatga, shu xalqqa, vatan xalqiga to'g'ri yo'lni ko'rsatsam-u, ajdodlarimiz, o'zi ham ajdodlar izidan deb yozib qo'yganmiz suhbatlarimiz boshqa. Ajdodlar izidan degan mavzu bor bizda. Ya'ni otalarimiz, bobolarimiz yo'lidan boramiz degan gap bu. O'zi mullaga, odamlarga otasini yo'li kifoya qiladi. Hozir shunday Xudo urgan odamlar chiqdiki, Xudo urgan deyman ularni men. Bir gap gapirsangiz, sahih hadis bormi bunga deydi. Ikkita, uchta gapim juda ham ko'p tahlilga sabab bo'ldi. To'g'rimi? Ikkita, uchta. Tasbih haqida gapirdim, Qur'on haqida gapirdim. Ha, ikkita ekan, uchta ham emas ekan, ikkita ekan. Keyin men uni 10 martadan qayta eshitdim. Bitta xatoimni tan oldim. Uni men tan olishim mardlikda to'g'risi. O'g'il bola tan oladi. Tan oldim. Nimaga siz o'ta qisqa va o'ta xato ravishda tushuntirgan ekan o'sha gapim. Bu gap nima desiz, endi yuragingizga siqilib ketmasin uchun tushuntirib qo'yay. U gap shundan iboratki, aytdimki, chunki men o'zimning gapimni o'zim tahlil qilib bermasam bo'lmaydi. Aytdimki, hammamiz qori bo'laman deb harakat qilib qori bo'lsak, gado bo'lamiz-ku dedim. Shuni men aytdim, tanotga turib tan olaman buni. Agar birorta xavf bo'lsa, to'rttasi kelsa, voy deb bekamol manbasman demayman men. Shunday aka men aytdim buni deyman. Mana hozir sizlarga aytyapman. Uni o'zi asli buni aytmasligim kerak edi. Primo ko'rsangiz, haqiqatan ham juda ko'p odam noto'g'ri tushunadigan darajada bo'lib qolgan ekan. Yana qayta aytaman, shu masalan qayta eshitdim o'zim. Chunki har bitta mavizamni kamida 2 marta o'zi 3 marta eshitaman. Tahlil qilish uchun. Men bu gapni aytishim, bitta bu qorilikka tegishli gap emas. Hammamiz sartarosh bo'lsak ham gado bo'lamiz. Yana to'g'rimi? Sartaroshlar bormi ichimizda? Bor. Sartarosh bo'lmasa jumboz ketamizmi qo'pol aytganda? Bor gapmi? Bor gap. Nima demoqchiman? Hatta men shuni gapirishim kerak edi. Hey, hammamiz bitta sohani ushlamaylik do'stlar. Har soha kerak bizga. Mana usul yitirchi kerakmi? Ovozni qarang, qana zo'r chiqyapti. Mana de shu usul yitirchiga usul to'g'ri berganga. Hozir paqarkanda, GP bo'lganda nima bo'lardi? Mana binoni ko'ring, mazzami? Arxitektor kerakmi? Sartarosh kerakmi? Taksis kerakmi? Qori kerakmi? Mulla kerakmi? Fizik kerakmi? Kimik kerakmi? Mana tog'larimizda qancha boyliklarimiz yotibdi. Xo'p, shu narsalarda olsak, bizga foydami? Ha? Shu ma'noda aytmoqchi edim akalar. Men o'zim
bolamni ochig'ini aytganda mana hozir farzandlarim shu 17 dan boshlab bag'i 5 yoshgacha qori qilaman deb harakat qilyapman men. Men o'zim agar shu gapim primoy kimlar tushunganday xato bo'ladigan bo'lsa, men o'zim ahli Qur'on bo'laman. Men o'zim madrasada o'qiyman. Ikkinchisini aytdim, 4 mingtamikin, 3 mingtamikin, 40 mingtamikin subhanalloh desangiz, qassob 1 kilo go'sht beradimi dedim. Buni endi ba'zi bir ahli ilmlarimiz ham bor, masala chiqishyapti Qur'onning fazilatini aytib. Qadrdon, sandan ko'ra yaxshi bilaman Qur'onning fazilatini. Na'udhu billah, agar subhanalloh degan tasbihga yinani 3cha qarshiligim bo'lsa, men kofir bo'laman o'rnimda. Qadrdonlar, men bu gapni men odatda hamma yo'lda primoy qissa qilib gapirib o'rganib qolgan ekanman. Endi cho'zibroq gapiraman endi ba'zi bir gaplarni. O'zi ayni olganda ham bermaydi, to'g'rimi? Bermaydi haqiqatdan. Men nima demoqchiman? Demoqchi bo'lgan gapim mana sizlar bilmassizlar, men bilaman buni. Xohlasiz bilmoqchi bo'lsangiz boring, men imom bo'lib turgan masjidga. Agar bir kunda 50 ta ayol kelmasa tan bering. Men ayol kishini aytyapman. Shularning ichidan agar 10 tasini eri rizq Xudodan, mencha nolaverasan sen. Kasal bo'ldingmi? Xudo shifo bersa tuzalasan deb doktorga olib bormayotgan, dori olib bermayotgan, ishlamasdan darmayet bo'lib ibodatni qilib yurganlarda o'zidan shikoyatlar ko'payganidan men shu gapni gapirdim. Umuman oilasi bilan ishi bo'lmayapti. Rizq Xudodan. Biz nima Firavundan deyapmizmi rizqni? Biz nimadan deyapmiz unisi? Xudodan deymiz biz. Nimaga payg'ambarimiz qo'y boqdilar? Nimaga Rasululloh biznes qildilar? Payg'ambardek zot pulga non olay deb tirikchilik qildilarmi? Bitta sahoba kelib tilamchilik qilganda, agar sahobalarga qarab bitta ishora qilib davay deganlarni millioner qilib qo'yishardi. O'sha joyda Rasululloh nimaga bor ishla dedilar. Rasululloh taqanga aqlli, Rasululloh taqanga e'tiqodli odam bormi? Bor degan odam o'rnida ketadi. O'rnida iymoniga fitur yetadi. Yo'qmi Rasululloh taqanga e'tiqodli, iymonli odam yo'qmi? Rasululloh o'shanga pul bermasdan bor ishlar dedilarmi? Shu ma'noda aytdim men. Aytmaniki, kecha o'tiraversak, kim bizga masalan shu joyda desa, aka yuring, shipr beray sizga, olib keling, shipringizni yopib oling deydi. Dilbayor, dasbakor. Tur bor zikrini qilib, qo'lga elektronik tasvirni taqaylik, biznes qilaylik, hunar qilaylik, ish qilaylik, yer chopaylik, qilaylik. Pul kerak. Pul bo'lmasa mana bu yil 63 million bo'ldi haj. Pul yo'qsa qayerdan boramiz hajga? Dadamiz qayerdan jo'natamiz? Onamiz qayerdan jo'natamiz? Ota bilan onani jo'natish 126 million pul kerak. Pul yo'qsa qayerdan jo'natamiz? Pul yo'qsa mana keyingi safar ko'raman qani ta'sir qilar ekan. Pul yo'qsa qayerdan